Hurmatli obunachilar, bugun 9-aprel Kaminat qush bozorida biz qushlarni kolleksiyasiga kelganmiz. Bu yerda qushlarimiz har xil ekan, nihoyatda bir-biridan chiroyli. Papugaylarni maladoylari 100 mingdan tortib jupi, tayyorlari 350 minggacha ekan. Kaminat qush bozorida. Ekranda egalarini nomerini qoldirib ketamiz. Bizni nomimizdan chiqsalaring, qushlarning narxini kelishtirib olsalaring bo'ladi. Bu videoda eng yaqin aka-uka, tanish bilish, qush boquvchi aka-ukalarga, qush boquvman degan qiziqqan aka-ukalarga ham jo'natib qo'ysangiz bo'laveradi. Bizning videomiz 20 mingta like yig'ib, obunachim 20 mingta bo'lsa, 10 kun ichida biz har payshanba, yakshanba qush bozoriga chiqib, qushlarning narxi bilan ham tanishtirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.